Men juda ko'p yurdim, hamma klinikalarni aylanib chiqdim desam bo'ladi. Hamma narsadan umidimni uzib qo'ygan edim. Amirjon va Dilfuza bizaga 8 kun oldin keluvdilar jigar sirrozi tashxisi bilan. O'zimizni klinikadagi statsionarga yotqizdik. Hozirgi holatlarni bemorimizdan o'zlaridan eshitamiz. Har xil klinikalarga bordim, bormagan klinikam ham qolmadi. Ancha dorilar ichdim. Oxiri mana bir Allohning inoyati bilan shu klinikaga kelib qoldim. Zarnigor Baxshillaevna bilan tanishib qoldik. 8 kun amri lecheniya qildilar, davolantirdilar. Analizlarim juda yomon ahvolda edi. Juda baland edi. O'zim juda sapsariq bo'lib kelgan edim. Holim yo'q edi. Ishtaham umuman yo'q edi. To'g'ri topib to'g'ri lecheniya olish kerak ekan. Shundagina vaqtida odam o'zini davolantirishga yo'naltirar ekan. Mana tushmagan analizlarim 3 yildan beri endi tushdi. Endi yaxshi bo'ldi. Endi ovqatlarga kirib olmam. Go'shtlarni ko'rsam ko'nglim aynirdi. Hech narsa yoqmas edi. Hozir ancha yaxshi holatdaman. Men juda xursandman. Juda ham minnatdorman bulardan. Katta rahmat. Meni shunchalik yo'lga qaytarishganiga, hayotga intilishimni kuchaytirishganiga xursandman. Hamma narsadan umidimni uzib qo'ygan edim. Umrbod minnatdorchilik bildiraman bularga.